Keyin sразу opaga o'zim bilet olberdim, ko'rdilar. Вот. Sразу pochtalariga tashlab berdim, o'zlarini kartalaridan перевод qildirdim. Umuman mandan lishniy qilib bo'lmadi, faqat olberdim. Вот. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling, bo'lmasam yomonlik hech qachon qilmang. Endi kichkinalar nima deydi, yoshi kichkinalar bu narsadan qo'rqishmaydi. Hozir birorta yomonlik qilsangiz ham, yaxshilik qilsangiz ham u dunyogacha bormayapti. To'g'risida shu dunyoda o'zingiznikilarnikiga yokida qaytyapti, yokida o'zingizda, короче-da. U hayotgacha bormayapti. Hozir ko'pchilikni o't qilgan yaxshiligi, yomonligi sразу momentalno qaytyapti. O'shaning uchun umuman bu narsa emas, tarbiyaga ham bog'liq-ku. O'zingizni ota-onangiz shunaqa narsaga uchrab qolsa-chi, akangiz, opangiz uchrab qolsa, shuning uchun qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling, yomonlik qilmang, to'g'ri yo'lingizda ketavering. Bir narsani bilmasangiz, tushunmasangiz, opa qilib beraman, aka qilib beraman deb aldamang. Endi men shunaqa tushunchaga egaman. O'zim musofirda yurganlar yarimta jon.